Ho, qizim. Zerikib ketdim. Nima qilamiz unda asalim? Mehmon o'ynaylik. Kim mehmon bo'ladi? Men mehmon bo'laman, siz meni kutib olasiz. Xo'p, qizim, mayli. O'ynaymizmi? Ha. Mehmon bo'lib keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, keling. Yaxshi keldingizmi, mehmon? Uyingizdagilar yaxshimi? Ha. Soppa sog'misiz? Rahmat, xudoga shukr. Uydagilar yaxshimi? Rahmat, yaxshi. Men mehmonman, choy bermaysizmi? Uzr. Hozir mana choy beramiz-da. Mana mehmon, oling. Rahmat. Shirinlik bermaysizmi? Mana shirinlik mehmon. Oling qani, og'iz shirin qilingchi. Mana. Men mehmonman, ovqat bermaysizmi? Uzr. Mehmonga ovqat olib kelinglar. Shirinlik, ananas, uzum, banan, olma bermaysizmi? Beramiz. Men mehmonman, ovqat bermaysizmi? Men mehmonman, choy, shirinlik bermaysizmi? Ananas, uzum, banan, olma bermaysizmi? Mehmon qizim, keling bir quchoqlay. Bugün yar aytılmakta. Men mehmonman, ovqat bermaysizmi? Atacan yaşlar Men mehmonman, choy, shirinlik bermaysizmi? Sizge atacan. Bugün